Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun o'zini markaz qilish xarakter binormalligi degan psixikalik kasallik to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosligi mushu o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giribtor bo'lgan insonlarningki qandaq bo'ladiganligi, ya'ni ularning qandaq aloyidligi borligi to'g'risida qisqacha tonishtirish berish orqali qarindoshlarningki u xildagi insonlarni tunib bilishiga yordam qilish va shu orqali ular bilan munosabat qilgan vaqtida nimalarga diqqat qilish to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlə leksiyanın təfsilatı bolsun. Özünü mərkəz qilish xarakter binormallığı degan bir xil psixikalik kasallik bo'lib, bu kasalga giribtor bo'lganlar o'zini haddidan ziyoda yuqori chaqlaydi. Ular har zaman o'zini maqtash orqali boshqalarni o'ziga jalb qilishga muhtoj. U odatda o'ziga mubtalo bo'lish xarakter binormalligi yoki nafsoniyatchilik xarakter binormalligi debmi ataladi. Shaxsiyatchilik va maqtanish insonlarning tabiati bo'lsa-mu, ammo o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giribtor bo'lganlar yolg'iz shaxsiyatchilik va maqtanishni chekidan oshirib bo'lib qolmasdan, balki ular yana boshqalarning his tuyg'usi va o'y fikrlarini e'tiborga olmaydi. Hatto boshqalarni tuvan ko'radi. Men tuvanda mushu o'zini markaz qilish xarakter binormalligininki konkret alomatlari ustida qisqacha to'xtalib o'taman. Undaqda bu o'zini markaz qilish xarakter binormalligining qandaq alomatlari bor yoki o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giribtor bo'lganlarda qandaq kasallik alomatlari bor degan vaqtida men ularni tuvandikidek taraflarga yig'inchoqlab chiqdim. Birinchisi o'zini bak aqlliq deb qaraydi va o'zining mo'yimligini har zaman ta'kidlab turdi. Boshqalarni yaratmaydi. İkincisi, her zaman o'zini to'g'ri deb qaraydi va o'z fikrida ching turdi. Uchinchisi, o'zining kuchliklarini hasad qiladi, ularni inkor qiladi yoki ulardan yiroq turdi. Ya'ni ular bilan hech qanday hamkorlik ilib bormaydi. To'rtinchisi, atrofidagilar bilan samimiy munosabat qurmaydi. Birər adam bilan, yəni birər o'xshash adam bilan uzun muddat do'st bo'lib yaxshi o'talmaydi. 5-ci, her zaman o'zini o'ylaydi va o'zining ishlarini so'zlaydi. Her zaman boshqalarning o'ziga diqqat qilishni va o'ziga hurmat qilishni umid qiladi. 7-ci, her zaman o'zining talanti va muvaffaqiyatlarini mubolag'a qiladi va o'zini maqtaydi. 8-si o'zining aloyid ekanligiga ishonadi, boshqalarni anglamaydi. 9-si amaliyotga uyg'un bo'lmagan planlarni tuzadi. 10-si kayfiyati turaqsiz va o'zgarishchan bo'ladi, oson ochiqlanadi. 11-si boshqalarning hissiyotiga astoydil muomala qilmaydi. 12-si boshqalarni yengishni o'ylaydi. O'zining to'g'riligini isbotlash uchun tirishadi. 13-si har doim alohida muvaffaqiyat, pul va kuchni xiyol qiladi. 14-si bak sezgur bo'lib, oson xafa bo'ladi, faqat tanqid qabul qilmaydi. 15-si faqat o'zini cho'ng bilganlar va o'zini maqtaganlar bilan aralashadi. 16-si o'zining mag'lubiyati va xatoliqining sababini boshqalardan ko'radi.
17-si mas'uliyatsiz bo'ladi yoki har qanday ishda mas'uliyatni ustiga ilishni rad qiladi. 18-si boshqalarni kontrol qilish yoki monopol qilishni yaxshi ko'radi va uninglik uchun tirishadi. Bular shu o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giriftor bo'lgan insonlarda bo'ladigan alohidliklar bo'lib, albatta o'xshamagan odamlarda bularning hammasi ko'rilishi notayin. Bir qism odamlarda bu alomatlarning bir qismi ko'rinsa, yana boshqa odamlarda bu alomatlarning yana boshqa bir qismi ko'rilishi mumkin. Bu asosan shu umuman qilib aytgan vaqtida o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giriftor bo'lgan har xil odamlarda bo'ladigan alomatlarningki yig'indisi. Hemen yuqorida bu o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giriftor bo'lgan odamlar shaxsiyatchi keladi deb o'tdim. Undaqda bu o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giriftor bo'lgan insonlar bilan odatdagi shaxsiyatchilarningki orasida qanday farq bor degan vaqtida o'zini markaz qiladiganlar birinchidan o'zining muhimligini bak ta'kidlaydi. Shaxsiyatchilar bo'lsa faqat o'zini o'ylaydi. Ikkinchidan o'zini markaz qiladiganlar ruhiy kasallik kategoriyasiga kiradigan bo'lib, ularda qasdtanlik yo'q. Ammo shaxsiyatchilarda maqsadlik va planliq ish qiladi. Uchinchidan o'zini markaz qiladiganlar yezdoshlik tuyg'usi to'van bo'lsa-mu, biroq ularning yezdoshlik tuyg'usi yanada mavjud. Ammo shaxsiyatchilarda yezdoshlik tuyg'usi yo'q bo'ladi. Yoki bo'lmasa hech qanday odamga yezdoshlik tuyg'usi bo'lmaydi. To'rtinchisi, o'zini markaz qiladiganlar o'zini cho'ng bilganlar, o'zini maqtaganlarga amroq bo'lib, ularga yordam qilishni xohlaydi. Ammo shaxsiyatchilar hech kimga yordam qilmaydi. Ochko'z bo'ladi. Hamma narsani o'zining qilib olish uchun vosita tanlamaydi. Mana bular bu o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giriftor bo'lgan insonlar bilan odatdagi shaxsiyatchilar orasidagi farq. Undaqda bu o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giriftor bo'lishningki sababi nima degan vaqtida bu xil binormallikning aniq sababi aniq emas. Ko'pincha ruhiy kasallik va xarakter binormalligiga o'xshash bu o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga giriftor bo'lganlarningki sabablarimi tuvandagi omillar bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Birinchisi irsiy omil yoki gen omili. Ikkinchisi bolalik davridagi ota-ona va bola orasidagi binormal munosabat. Bo'libmi ota-onaning bolaga shartsiz yo'l qo'yishi, bolaning talabini shartsiz qondirishi, bolani haddidan ziyoda maqtishi. Uchinchisi bolaning o'sib yetilish jarayoni yoki keyin balog'atga yetgandan keyingi atrofidagilarning o'ziga bo'lgan havaslari, zo'qlanishi, maqtashlari va cho'qinishlari. Atrofidagi insonlarning bir insonga haddidan ziyoda havas qilishi, zo'qlanishi, maqtash va cho'qinishlari bu odamning o'zini markaz qilish xarakter binormalligiga taraqqiy qilishiga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchisi nerv sistemasi bilan qilmish orasidagi bog'lanishning qolaymaqon bo'lishi. Ya'ni o'sha nerv sistemimizdagi ba'zi jismoniy binormallik sababidan kelib chiqqan ruhiy psixikalik kasallik. Undaqda bu o'zini markaz qilish xarakter binormalligi bor insonlar bilan bo'lgan munosabatni qanday bir taraf qilish kerak? Ya'ni atrofimizda shu xildagi insonlar bo'lsa, biz ularga qanday muomala qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi
ularning binormal xarakterini tunib yetish va ularni bek jiddiy almaslik kerak. Ya'ni biz qancha jiddiy olgan vaqtida ular bilan bo'lgan munosabatimiz shuncha nachar bo'lishi mumkin. Shunglashqa biz ularning bir xil xarakter binormallik kasallikka giribdor bo'lganligini tunib yetishimiz va ularni bek jiddiy almasligimiz ularning ba'zi qilmishlarini to'g'ri tushunishimiz kerak. Ikkinchisi, o'zimizga yetarli e'tibor berish, o'zimizning haq-huquqni qo'g'dashni bilishimiz kerak. Üçüncüsü, dünyanın ularni merkez qilib aylanmaydiganligini eskertib turishimiz kerak. Yani agar biz hamma narsada ularga yo'l qo'yib, dunyoning ularni merkez qilib aylanadiganligidek ta'sirot berib qo'ysak, ularning kasallik ahvoli teg'imi ig'irlashishi mumkin. To'rtinchisi, ularga havas qilmaslik, ularni maqtamaslik kerak. Bumi agar biz ularga havas qilib, ularni bek ko'p maqtasak, ularning kasali teg'imi ig'irlashi mumkin. Beshinchisi, ularga haddidan ziyoda yo'l qo'yishdan saqlanish kerak. Bumi ma'lum nuqtani aytgan vaqtida ularga qilingan yordam. Oltinchisi, ularning o'zini markaz qilish tashnoligiga bek yo'l qo'yib ketmaslik kerak. Bumi ularga bo'lgan bir ko'yinish, ularning kasalining ig'irlab ketmasligi uchun qilingan bir yordam. Yettinchisi, ular bilan o'tkazgan vaqtni cheklash yoki ular bilan ko'p vaqt o'tkazmaslik kerak. Sakkizinchisi, ular bilan paranglashganda ko'pchilik qiziqadigan temalarni o'tirib qo'yish. Ya'ni ularga davomli o'zini maqtash, o'zininkini so'zlashga fursat bermaslik kerak. Mana bular mushu o'zini markaz qilish xarakteri binormalligi bor insonlar bilan munosabat qilgan vaqtida diqqat qiladigan ishlar. Agar biz bularga diqqat qila olsak, bir tarafdan ular bilan bo'lgan munosabatni normal saqlashimiz mumkin, yana bir tarafdan ularning kasalining texmi ig'irlab ketishining oldini ola olishimiz mumkin. Bugungi bu o'zini markaz qilish xarakter binormalligi to'g'risidagi qisqacha leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Mening bu leksiyani so'zlashimdan maqsad hamda hammamiz bilgandek bizda ig'ir darajada psixika binormalligi kelib chiqyotidi. Shunglashqa biz bu psixikalik binormallikni tunib yetgan vaqtimizda anandan keyin ular shu xildagi psixikalik binormallik giribdor bo'lgan kishilar bilan normal munosabat qura olishimiz, ularningki kasalninki ig'irlab ketishining oldini ola olishimiz va yoki bo'lmasa o'zimizning ular bilan munosabatini to'g'ri bir taraf qila olishimiz mumkin. Bu mening bu leksiyani so'zlashimning asosli maqsadi hammanglarningki diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.